Yukarıkılık şeyimizin devamı hürmetlik vatandaşı. Bu amaldar yani mındak görsetti. Cungo çokom arlışıdı. Cungo Amerika'nın özünün menfaati üçün Çavuşan yerim arılıda kayta orullaştırış elip berişiğe qarab oltırmaydı. Mesela Çavuşan'a Amerika harbi hücum kılıp, harbi işlavlen bir taraf kılıp, Koreya yerim arılıda Amerika orullaştırış elip basa bundan Cungo qarab oltırmaydı. Kıl söhbetsizki Cungo uruş başlanıp, məlum vaxtdan keyin uruşqa arlışıdı. Ondaqda afet karakterlik oqibat kelip çıkıdı. Amerika'nın hücum kılışı şuna yok gri bedel төлeydi. Washington bilim hazisi Kennedy tadqiqat o'rnining tadqiqotchisi Ashley Tillis guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Biz ishonch bilan shundoq deyalaymiz-ki, biz Çavuşanning qandoq inkas qaytarishni bilmaymiz. Çavuşanning inkosi Washingtonning harbiy zarbi berishni konkret bir mesele hal kılamdı yoki Çavuşanning siyasi hakimiyeti almashtiramdı degan meseleге bağlı. Amerika Koreyaga hücum qilsa, Çavuşanga hücum qilsa, kechiringlar, konkret mesele hal kılamdı yoki Çavuşan hakimiyetini almashtiramdı deydigan bu meseleni belgilashga munosabatlidir. Ashley Tillis Cungo qarab oltirmaydi dedi. Bu taktika tahlil qilguvchi mundaq hisobladi. Bu taktikani tahlil qilguvchilar mundaq hisobladi. Amerika Çavuşanga harbiy jihatdan zarb bergan ahvolda Cungo urushqa aralashdi. U mundaq ko'rsatdi. Cungo bir tarafda qarab o'ltirishqa chorasizdir. Viktor Cha mundaq hisobladi. Siyosiy hokimiyatni saqlab qolish uchun Çavuşan Amerikaning harbiy zarba berishiga qaytarma zarbi berdi. Amerika Çavuşanga noktalık zarbi berdigan bolsa, Cungo hükümeti sükut kılamdı. Cungo'nun yarışar vaqt geziti obzor e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Agar Çavuşan yadro qurolları faaliyetini davomlashtiradigan bolsa, Amerika Çavuşanning aloqador aslahalariga operatsiya shaklida zarba bersa, Cungo diplomatik yol bilan cheklaydi, lekin harbiy jihatda aralashmaydi. Koreya gazetasi mundaq hisobladi. Bu Cungo hukumatining Amerika Koreya davlatlarining Çavuşanga nuqtaliq zarb berishiga sukut qilganlikdir. Çavuşan agentligi yaqinda obzor e'lon qilib, ismini atamay turib, Cungoga yana hücum qilib, ogohlantirib mundaq dedi. Agar Cungo joylik bilan Çavuşanga iqtisodiy embargo qilishni ijro qiladi ekan, u holda Cungo bilan Çavuşanning munosabatida ofat xarakterli oqibat kelib chiqadi. Yuqori xabarlarni birlashtirib tahlil qilinglar, vatandoshlarim. Endi oxirida bunga diqqat qilinglar. Admiral Harry Harris Amerika avam atqilleri Çavuşanning tahdidiga o'ng'ayli taqabul tura oladi dedi mavzuli xabar. 4-ayning 27 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar bundoq boshlandi. Endi bu xabarlarni o'zaro birlashtirib tahlil qilish. Amerika armiyasi Osiyo Tinch okean rayoni yuqoridagi qo'mondoni hozir Sharqiy Shimoliy Osiyoda chorlash elib berayotgan avtomatik zarbadarlar guruhi Çavuşanning tahdidiga taqabul tura oladi deb ko'rsatdi. Qo'mondan Beijingning Pyongyang Çavuşanga besim ishilishi istiqboliga ehtiyotchan umidvor ekanligini ko'rsatdi. Admiral yani qo'mondan yana Beijingning Pyongyang ya Çavuşanga besim ishilishining istiqboliga ehtiyotchan umidvor ekanligini ko'rsatdi. Demek bir oran kaldırıp, ağır kişi kaldırıp ümit var bolay deydi. Bir yerde şu an ihtiyatçan ümit var men deydi. Asya Tinch okean pilotunun komandan Deniz Armiya Admiralı Harry Harris 4-ayning 26 günü Çavuşan Devlet Meclisi'de keçirilen Çarşamba günü Devlet Meclisi guvohlikdan o'tganda
Karl Vinson belgilik Amerika zarbidarlar gruppasi Sharq Shimoliy Osiyo Tinch okean suv yuziga yetib keldi. Chavshandan tahdidi va yoshirin hujumiga o'ng'ayli taqobil tura oladi deb ko'rsatdi. Bir necha kun burun Shingrang Chavshan yarim orlig'iga yetib kelgan Karl Vinson belgilik Amerikani cho'kirib Chavshan armiyasining cho'ktirib etib Chavshan armiyasining kuchini ko'rsatamiz degan. Karl Vinson belgilik Amerika hozir Chavshan dengiz suv yuziga yetib keldi. Shu vaqtda Chavshan nima dedi? Biz bu Amerikani cho'ktirib etib Chavshan armiyasining kuchini ko'rsatib qo'yamiz. Amerika amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Chavshanga qaratgan strategik savr taqtimiz allaqachon oxirlashdi. Chavshanning tahdiga taqobil turgan har xil tanlashlar ichida har xil tanlashlar hozir ustal ustiga chiqdi. Bundan keyin Pyongyang tahdid silib, avval hujum qilish shaklida harbiy jihatda zarb beramiz degan. Adamlar Harry Harris ya'ni mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping 4-oyda uchrashgandan keyin Jungo Chavshanga besim qilish kuchaytdi. Vaziyatning taraqqiyotiga ehtiyotchan umidvor bo'laman. Jungo Chavshanga besim shiltivatida mushu paytda deydi Harry Harris, Admiral Harry Harris, men ehtiyotchan umidvor bo'laman. Demak, bu yerda Jungo to'liq besim ishiltamdi yoki bir tarafdan besim ishlatamdi. Şuna men ehtiyotchan umidvor bo'laman dedi. Men ilhomlandim. Kim Jong-un Jungoning pozitsiyasi o'zgarganligiga diqqat qildi deb o'ylayman. Bu nuqta intayin muhim. Kim Jong-un Jungoning Chavshan qaratgan pozitsiyasida o'zgarish bo'ldi deb o'ylaydi. Men bu nuqta intayin muhim deb qarayman deb. Jungo Chavshanning eng muhim ixtisos sheriki Admiral Harry Harris Beijingning besimini kuchaytirish bilan Chavshan hokimiyati og'dirilib ketadi deb qaramayman. Chunki Jungo bilan Chavshanning munosabati intayin yaqindir. Harris bunday ko'rsatdi. Men ular Chavshan yarim orolning Seulni markaz qilib birlik kelishini xohlamaydi. Chavshan yarim orolda Koreyani markaz qilib birlik kelishini Jungoliklar xohlamaydi. Ular, ya'ni Jungoliklar Amerikaga bir ittifoqdosh davlatning Jungo bilan bevosita chegaradosh bo'lib qolishini xohlamaydi. Masalan, birlik kelgandan keyin Koreya yarim orolida Koreya davlatining chegarasi Jungo chegarasiga tutishib kelishini xohlamaydi. Amerika armiyasi Tinch okean qo'mondonlik shtabining 35 ming kishilik harbiy qo'shini bor. Rayon doirasida ittifoqdosh davlatlar bilan bu pilotning yoki Harris qo'mondonlik qilayotgan pilotning ittifoqdosh davlatlar bilan bo'lgan munosabati intayin yaxshi.